Assalomu alaykum, Kripto kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlar? Hamma kasal tengisizlar? Do'stlar, ancha bo'ldi. Video qilish juda qiyin bo'lib ketyapti. Ish bilan vaqtim bo'lmayapti, gapni ochig'i. Keyin bitta narsani повтор qilaverishni ham charchab ketdim, to'g'risi. Shuning uchun ham unchalik video qilmayapman. Xo'sh, oldingi bir qaysi bir videoni tagida ham Ethereum saytini nima qiling degan ekan kimdir. Ethereum saytida taktika ko'rsating degan ekan. 1-2 kun oldingi taktikani shunda ko'rsatib o'taman. O'sha taktika shunda ham o'ynasa bo'layapti. Kam pulda ham o'ynasa bo'ladi. Bu biron narsaga tegmaymiz, biron joyiga. Faqat avtoga qo'yamiz. Va mana buni bu yerga bosib qo'yamiz, bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz, 100%likka qo'yamizda avtomatik shu bittadan tikilgan holda o'yin o'ynaymiz. Bir ikki kun oldin screenshot qilib tashlagandim. Bugun ham Solana saytida o'ynadim. Deta 5000 dan ham oshib ketdi-da. 5000 dan ham oshiq o'ynaldi-da. Qarib 6000 ga o'ynaldimi? Polniy plyusga berdi. Kechgacha mayda o'ynadim. 2000, 3000 shunaqa to'xtatib o'ynadim. Rezultat yaxshi, plyusga zo'r beryapti. O'rin ham ko'tarilib boryapti mayda. Keyin bu Ethereum saytida bittadan tikiladi aslida. Sami последний minimalniy birta tikiladi. Bunda mana bu kam summada ham o'ynasa bo'lar ekan. Mana shu summada 1-2 kun oldin o'ynab ko'rgandim. Gideta bir 2000-3000 tosh aylantirgandim-da. O'sha summa bilan, mana shu kamgina pul bilan hamda. Xullas, yaxshi plyusga ham beryapti, yaxshi mayda o'yin ham ko'tarilib boradi. Shoshilmasdan agar mana shunaqa o'ynasanglar, 2000-3000 oralig'ida to'xtatib o'ynasangizlar, albatta o'rinlaringiz ham yaxshigina foyda ketaveradi. Shotlaringiz ham plyusga yuraveradi. Hamma taraflama zo'r ekan. Xullas, hozircha men почти boshqa taktikalarda o'ynamayapman. Постоянно mana shu taktikada o'ynayapman. Polni mana shu taktikada o'ynayman. Prosta mayda o'ynayapman, o'yin ko'tarib boryapman ikkinchi akkauntimda. To'g'risi do'stlar, oldimga odam keldi, videoni ham to'xtatdim, o'yinni ham to'xtatib qo'ydim. 59 ta plyusga berdi. Bu bo'sh narsa emas, aslida 59 ta. Mayda o'ynab borsanglar, yaxshigina plyusga beradi. O'yinni ham yaxshi ko'tarib boradi. Endi 1 soatlab, 2 soatlab shunaqa o'ynayapman-da men. 1 soatlab, 2 soatlab o'ynasangiz ham shu taktikada. Endi 1-2 orada 3 kun oldinmi o'ynagandim. Shu bilan 1-2 kunmi o'yinni to'xtatib qo'yib, yana повтор o'ynadim. Shu bugun yana qarib 7 dan kechgacha o'ynadim почти. Mana o'tgan videoda ko'rgan bo'lsangizlar 3-9 edi. Mana o'sha bugun yana kechgacha o'ynab 5-8 ga ko'tardim. Xullas, o'rin ham o'sha videoni boshini ko'rsangizlar, o'rinim bilmadim, bronzadamidi. Hozir uje silverga qarab 62% yurib qo'ydi. Mana shu bugun ertalab o'yinni boshlaganimda 22% edi, 40% uje yuribdi. Ertaga ham shuna o'ynasam, shu bilan silverga chiqib ketadi bemalol. Plyusga ham chiqyapti. Plyusga ham juda zo'r beryapti. Xullas do'stlar,
Svet ham o'chdi bizda, 9% zaryad ham qoldi. Mana shunday qilib o'ynaysizlar. Hozir ko'rsatgan taktikada. Bunda lekin shotim ko'p bo'lgani uchun, normal shot bo'lgani uchun, endi bu ham ko'p bo'lsa 600 rubl, 500 rubl pul bo'ladi-yu. Xullas, hozirgi taktikada o'ynaganman bunda ham. Faqat bunda 1600 tadan qo'yib o'ynaganman. Mana shunday qo'yib o'ynaganman, tamom. Buni avtoga qo'yamiz o'rtaga. Mana buni pastga tushirib qo'yib 100%. Mana shunday avtoni bosib o'yinni boshlab qo'yamiz. O'zi telefonda ekrani o'chib qolmasa o'ynab turaveradi shunday qilib. 7 taga 8 tagacha minusga tushib ko'rdi. Men bir hozir tomosha qilib turdim. Bir 8 tagacha minusga tushar ekan. Endi kimdadir balki ko'proq tushishi mumkin. Keyin bu videoni qilgandan keyin balki ko'pchilik buni bu taktikani qo'llagandan keyin mumkin undan keyin plyusga berishi kamroq bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun paka ishlab turibdi taktika. Bemalol ishlashlaringiz mumkin bu taktikada. Xo'p do'stlar, shu bilan videoni tugatamiz. Bu video shundan iborat edi. Ishlaringizga omad, like, podpiska bosishni unutmangizlar.